yer opasniy bo'lyapti gap chiqsa. Bu yerni yoritishimiz kerak. Shu yerni yoritamiz hozir. Oldin 5 ta temir yasab kelaylik-da. Qaraychi mana. Xo'sh. Ne o'tdi? 1 2 3 4 5. Nimani? Men pachaq qildi bu. Kuchsalang uni. Asta o'zimda tushadi. Ona tezini oshirsa mana. Nima qilsak? Yuzib tayyor. Mana 5 ta press tayyor. Ketdik. Böyle. Hoş. Hoş. Ona sen salamiz ekan. Limoniya messi bo'lar ekan. 4 ta. Hoş mana. Yasadik. Endi bizga ma'lumot kerak. Mana kerak bo'ladi. Yana nima? Yana. Bo'lmayapti. Hozir borib, men ham qo'yib beray, to'lashtirib kerak. Xo'sh, bunday buni to'g'ridan qo'yib turam. Xo'sh, mana. Buni ham mana shu qo'yaylik. Shunday bo'ladi. Tozalab olamiz bu yerda. Xo'sh. Bu yerga endi qanaqasiga tushirish kerak ekan. Bu yerda qolmadiki. Chiqsa qoladi. Epib ketamiz. Bizga nima kerak deydigan bo'lsak, mana ham bitta yasab esikda. Mencha mana shuni o'zi yetadi. Переходник vazifasini bajarib beradi. Boshqacharoq qilsa ham bo'ladi. Ishlamadi cho'ta. Bizga boshqa narsa kerak. Yasaymiz do'stlar, yasaymiz. Hech qisi yo'q. Bo'ladi. Bizlarga mana narsa desakda. Mana shu narsa bilan ishimiz hal bo'lib ketadi, ishoninglar. İşimiz hal qilib ketamiz bizni. Qo'yib buni o'chirtiramiz. Bu yoqdan qilsa ham bo'ladi ekan-ku. Bunday. Mayga okey, bu narsa turish kerak-da. Xo'sh, 1 minut. Yo'l topish kerak. Onun boshqachasi ham bor, tezkasi ham bor. Balki shu narsani ishlash kerakdir. Mana переходник, mana bu, mana qasini yasashimiz kerak. Voy. Bu yana sindirib kelishimiz kerak ekan do'stlar. Vahshi odamni ahmoq qo'yardi. Ketdik. Buni qo'ysak bo'ladi. O'zimiz tashamaymiz. Xo'sh,
Mahsulot bu yerdan solishimizga to'g'ri keladi. Chunki bu narsa sal yetib qoldi. To'xtinglar shuni. Boshqacha qilaylik. Bo'ldi. Muammo hal. Mana. Texnologiya do'stlar, texnologiya. Mana bu ishni do'stlar qilaveramiz. Endi bizlarga kerak bo'ladi nima? Bizlar nima yasashimiz kerak edi? Biz nimaga buni qurdik? Bilmayman. Qani orasi? Ha, bizlar mana qancha yasamoqchi edik. Do'stlar 1 daqiqa shunday stop qilib turaman. Bo'ldi do'stlar, men anaqa qilib oldim, ko'rib oldim internetdan. Bizlarga kerak bo'lgan narsalar. Xo'sh, birinchi o'rinda bizlar hozir yasashimiz kerak ekan. Mana edi. Mana bu yerda bor edi. Mana onasini yasashimiz kerak ekan. Bizlarga onasi kerak ekan. Buni onasini nima qilib qishloqdan topsa bo'ladimikan? Buni qayerdan topsa bo'lar ekan? Temir. Xo'sh, do'stlar, hozir videomizni bir ko'rdim men orada. 15 daqiqadan ko'pib ketibdi. Bu videoning yarmi kesiladi. Ikkinchi qismi mana shu videoni joylayman. Где-то ozroqdan keyin bu ikkinchi qismi ham chiqadi. Davomi. Shuning uchun video oxirigacha ko'ringlar. Bundan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Bu video hali to'liq bo'lmadi, chunki 15 daqiqaga sig'madi. O'sha ikkinchi qismini ham chiqaraman. Xayr, salomat bo'linglar.